Saraton kasalligi odatiy kundalik ishimiz. Idishlarni yuvish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Rostdan ham idish-tovoq gellari rak kasalligiga olib keladimi? Hozir bunga oydinlik kiritamiz. Gellar to'g'ridan-to'g'ri rak chaqirishi uchun kuniga taxminan mana shunday miqdorda iste'mol qilishingiz kerak, ya'ni yeyishingiz kerak bo'ladi. Biz bilamiz, idish yuvgandan keyin gel qoldiqlari ma'lum miqdorda qolib ketadi va bu qoldiq to'g'ridan-to'g'ri onkologik kasallik chaqirishligi haqida hech qanday tasdiqlangan tadqiqot yo'q. Lekin tanganing ikkinchi tomoni mavjud. Gellar tarkibida ko'pik hosil qiluvchi, suvda tez erishini ta'minlovchi, hid va rang beruvchi, terini bezovta qilmaydigan ingrediyentlar qo'shiladi. Va bu moddalar chala yuvilgan idishlarda milliy dozada bo'lsa ham qolib ketadi. Kumulyatsiya, ya'ni tanada yillar davomida zaharli moddalarning to'planishini hosil qiladi. Bu esa yillar davomida kasallik riskini oshirib boraveradi. Qaraganda saraton, gormonal buzilishlar, allergiya va boshqa kasalliklarga chalinishni xohlamasangiz, gellarni suyultirib ishlating. Bio, eko va SLS free yorlig'i ko'rsatilgan gellarni sotib oling. Arzoncha, hidi kuchli bo'lgan gellarni musorga oting. Sog'liq haqida ishonchli ma'lumotlarni olishni xohlasangiz, menga obuna bo'ling.